Ya Allah, muşkutun aç kot müşürün gerektiğiniz var. Oğukes boyu koğlavattan, oğuk içisi boyu koğlavattan. Aş vatan dokkagan bas, aş valak koluklu kıpta aş kaşını birden toğurlap gittim. Ya çataldı musafirçiliğinde kılık yolun olmasa acayip mişildigindi mi cuma kutun. To'xtatdiringlar mişil. Langtagi chiqib, mashq baqa No'ruzga 2 kun qoldi. Biz naqshining tayini yo'q. Voy, hey jinim, nimish qilyapsiz bu yerda? Tova, ma chumishning uydagi inganga chumishning dadin tattamaysiz. Bu chumishni takrorlashib turibag'inni. Tova Xudoyim, tova. Ey, sizlar Uyg'ur bo'lib qoldinglarmi? Ma chumish emas, ma Uyg'ur xalqining sizningki javri dab, ravab, mava Xitoyga o'xshash yuzi qilin dab mava. Voy bu jongir nima endi? Voy Xudoyim ey. Beşiktaş'la işip kaldık, No'ruzga 2 kun kaldı. Ma yılda bir kildigan No'ruz, ancha-muncha biz bütün oyda balıçaq hammasi No'ruzga bir-birimiz qo'sh qilamiz deb numar tayyorladik. Bizim bu meyak chagil 5-6 yil bo'lgan ekan, bizim yilda kildigan bir No'ruz qo'shqilimiz o'tkazaylik deb bir numar tayyorlasak yomon bo'ladi. Bo'ladimi? Voy u deginingiz qo'ras, bo'ldi qilingan odamning ko'nglini yerim qilmay. Ya, ma gapinglar joyida xuddi. Qaranglar. Endi bilasizlar, bu No'ruz degan yilda bir keladi. Bu yerdagi jamoatning yig'ilmig'imi tas. Yilda bir haqiqatda bunday yig'ilib bir-birimizning ko'nglini qo'sh qilsak, bu nihoyat ahamiyatli bir ish qaranglar. Shunga men bunda bu No'ruzda o'zimcha ancha-muncha numar tayyorlab beray deb shu xiyolimga shu kirib oldi, ancha-muncha yurtnikini. No'ruz deganni bilasizlar, No'ruz demak bor demak. Bor demak nima? Bor demak shu mehr muhabbat degan gap hamda. Bor mezgilida bizning Sharq Turkiston aqas yaldirdagi yoshlar bir-biri bo'lgan mehr muhabbatini eng kuchli qiz-yigitlar bir-biriga izhor qilgan bir mezgilanda. Shunga shu aqas yurtlarning shashaninki muhabbat izhor qilish shiq atab bir qash naqsh tayyorlab chiqay dedim-ku. Voy Xudoyim, esingiz etmamsiz unda bo'lsa? Ya esammo etay, ya tapchalalamsiz go'mash. Voy jinim, o'zingizni oz deb oljidingizmi? Meni so'rab chiqay demsiz endi? Tova Xudoyim. Bu xo'shang tutib qolsa, bu o'shkingni erib ketadi-ku. Ya? Birdamli kalpoqda ketib oldinglar ya? Jinim, adamni gap qilmasam, buning o'xshdi va menga voy tayyorlik bo'lmamdigan. Silim chala olamlar o'sha qaridak. Tutinglar, men to'la gap qilmay, beshimda qatmayman tutinglar. Voy nimaga chapirma buni? Ya dum usulga chamamsa qaranglar. Men mana o'yladim. Qo'yinglar chumchanglar. To'xtab turing unda xo'sa. Meningmi ba avval siznikini ko'rib boqaylik qani. Qo'ldan chumishmaydigan qoni g'amroq o'tinkanman. Ya Allah. Qaranglar. Men o'tganda men Zabibulloh bilan bir paranglashib qolgan edim. Doim bir naqshni aytib turdi menga. Bu shu No'ruz mezgillarida bir qizbolani yaxshi ko'rib qolgan ekan. Shu muhabbatini izhor qilay desa, u qizbolniki bir seriqishda bor ekan qo'rasida. O'ylisiga yiqi yo'latmaydi ekanda o'shib. Seriqishdan qo'rqib, bu qizbolni umr bo'yi ko'ramay Germaniyaga o'tib ketganda. Ya Allah. Patpatni ko'nglimga yerim bo'lib qolsa, shu naqshni aytib turib oldim. Naqshni aytib boqayman. Zabibulloh qo'shib qolsa, nimaga chalma? Ya bir chalon gum usulni kechamamsa. Ha, ma'qul unda qolsa. Ha. Seriqishting yomon ekan, tumi zanjirga bog'lab qo'y. Ha? Seriqishting yomon ekan, tumi zanjirga bog'lab qo'y. Ha? Yar o'ti yomon ekan, so'ymasang qaylab qo'y. Do'sturum amahun, yar dahardi yomon. Dosturum amahun, yar dahardi yomon. Ay jinim. Bu tömö zanjirga bog'lab qo'y deb, mushumi naqshi bo'ldimi endi? Hey, dadimiz Qashqarlik bo'lgandikan, Qashqarning bir chiroyli naqshlaridan aytib beqman, shuni anglab boqay. Bu Qashqarlik degandan-keyin gapi degan tuzluludi, muhabbatini tuzli izhor qiladi. Men gapiraman, maysi qo'lni qo'yib, qizlarni ko'rgan. Hojixonim, tijliqda, ismim Paratajim. Oldigan yigitlar bugundan boshlab men bo'laman deydi. Keşke işki boğulak kanı bilen 5 tane nanı götürüp bir küçülüp ekli oldu. Ya Allah. Mening dadam opamni undaq aytmabdikan to'q. Ya biz bu babda dadanla bir naqsini aytib ber. Dadanlama aşa Qashqardan qo'g'lab, yakanda ara yetib, yakan tutyapti opangni. Shu naqshni aytib beraymi? Ha, qinanda xos anglab boqay.
Aksiden qoğlap setengnin yekende yettim. Aksiden qoğlap setengnin yekende yettim. Açığım qıpaylimay setengni netçin uğrap. Oy! Ey! Muşumu nakşı oldu ma? Nakşı degenin hemmisi Qashqardan çıkıdı. Ya şu- Kız bana Qashqardan nakşılarını. Ya şu qeynatanlı patpat, peyz tutub qalsın, bu naqşını etib beretip, jığlap durub. Başka yerliknikin etina bol anlığım yok. Ya onda to'xtalam ya de, ma qumul xalq naqshlar ajoyib bo'ldi. Bu No'rozga asli qumulni qizi edi. Unda desanglar bu bizning vatanparvar ressomimiz bor, ben Narvoy topizda. Pat ash No'roz yaqinlashgan vaqtlar turib bu naqshni aytadiganan. Bu qumulliqlarningki oyig'i biroz yengil bo'ldi. No'roz pasli kelgan vaqtida borib pasli kelganda ash daraxtning shiqiga chiqib olib, qushqa o'xshash qunib olib, shaqni qarab turib bir-biriga muhabbatni izhor qilgan qaq. Mana shu Marvoyatni qo'shib qolsin deb Marvoyatning naqshini tayyorlaydi. Gapni az qilib aytib yiqqan qani men bir anglab baqay. Ha. Şaptul şakı vay iğanlaydı, şaptul şakıda kim var? Ben yarim ne vay digen bilen, vay sarkan yarın könlüde kim var? Ben yarim ne vay digen bilen, vay sarkan yarın könlüde kim var? Hey, Şaptul Şahı'nın astıda lığışıp sığınmış qilib yurgantinglar. Oy. Ya men de sormayım, Marvoyatni sormasın ne? Başqa yerliknikini aytib yiqqinglar. Yay. Shundoq chiroyli qumul sanamlar tursa aytib olgan naqsi Ya men bir sazan demas qaranglar. Silim boy yugan gap qotishinglar chumishingni qo'ygucha. Men manchimish tayyor qildim. Bado tayyorligini siling manchimuncha. Am tayyorliqo bor, lekin mush ovozimdan rost gapni qilsam. Ya aytavering, qamtiqimda o'n ish bo'lamsiz ya. Hozircha buzuq kanaylarning ovozi bek moda bo'lib ketib, lentilari chiqargan bazat deb ketib bordi. Men shu banada bir aytib baqayim kelaymi. Aytinglar, ama haliqi qalayim qan to'lab men No'roz ahlini qachirib Ba aytdim. azbaz tayyorliqlarim bor, jinem bo'lmamdigan. Lekin unutib qolmaslik uchun menga qarab aytib beray. Ha, nimalarga qarab aytsanglar aytavering. Lekin silma dapni chapiring oljuma. Allah. Voy nima de buning bir şey silama. voy xotayim. Ha, xotan xalq naqshlaridan boshlab baqay. O, xotan qiliq naqsi bo'lmadi ha. Ha. Anlab baqaya. Ma qarikan ba emasmi, ko'ngli yerim bo'lib qolsin. mayli Boshqa bo'ldi. shu xotan xalqniki. Yaxshi o'ylabsiz. Xotan xalq naqshlaridan go'shkirda. Muzikasi yo'rinqashning, so'zi qarqashning, o'rinlayda kirya qizim. Ya to'la gap qilmayma. Qari beli kashni atmasin, beshinglar aytinglar naqshlarni. To'la gap qilmay, adabni chilinglar. Aytinglar. Bir, iki. O yanığa desep oynaydığımız, bu yanığa desep oynaydığımız, tonoda yakkan göşkürdüğünü xotenci çaynap yeydimiz. Vay xotenci çaynap yeydimiz. He? O, vay gaday xotenci çaynap yeydimiz. He? Ey Abdal. Bu mazaq qaraydigan sheyxning naqsimi yo qo'shqi divaningmi? Vay jana ma xotan xalq naqsi. Ya bu xotan xalq naqsi, xotan degan shunda chiroyli naqshlar, shundam zotal qilamiz da. Ay yarımıdımı? Bak qarim sizning informatsiyani chiqarasiz ekan. To'g'ri qildim. Hey, ma ikkinchi naqshamni anglab beqma. Yana bormi taka? Ikkilimizning opisichi turpanlik qarang. Ya Allah. Avval turpan xalq naqshlarini men sizga toza voyiga yetkazib, o'rinlab baqay, ya. Ha, qana aytinglar. Turpan xalq naqshlaridan maynak üzümlerimiz. Muzikasi Almixaylamning, so'zi Qo'yansanliklarning, o'rinlig'icha Habibaylam. Ha? Esla. Ha, Almixon, ha? Başlamamsa avval ben açsam. Almixon, ha? Turpanliq o'zimiz, ajab muqatta yurtimiz, Qo'yansanda uyimiz, Qarzlarda suyimiz. Vay jinim Almixon, ey. Senglab turgan mevimiz, yey. Ajab muqatta üzümlerimiz, yey. Maynak üzümlerimiz. Ye, Gütoza. Bu şunun turpanning naqsi oldu menda. Ha? Turpanning naqsini anglab baqmalmi? Elimi va Xudoga shukr, Germaniya turpanlik yo'qchi bo'lsa, chalib kelsa qilib o'tadi. Faqat bo'lmadimi?
Ya başkını bir aytinglar, Hem sizlar zaten. saz çıkıvatkandı. Yana bir şans verip anlap bakay bir aytinglar başkasına. Oye, ben bir su içip olay, gel toktap durun. Cidil toluk otinken bu, ha? Aytinglar. Onda hoşçu, ürümçi xalq naqşlardan aytip berek. Ürümçi xalq naqşı, bu hayatımda ürümçi xalq naqşı deb anlap bakmay. Vay canım, ba. Şunda mı? Hakan aytinglar. Sizler biz aşağı tuğulup çoğuğan, ba. Aytinglar. Ürümçi xalq naqşlardan balangza. Muzikisi Şolindang'ның, sözü Asqar Xuylangvang'ның. Oruluğucu Kikeşgül. Hakan kikeşgül aytinglar. Ha. Toxunun balısı civaza, börünün balısı langvaza. Kulida ülep kessek, tipilmaydı cinaza, cinaza. Balangza yo balangza, dingirdan kılıkları her yanza. Ey. Ya bu koşturluk naqşı mı ya minko kan naqşı mı bu? Ha? Ya bu rasketken cuma naqşı degen Qashqarda ijat bu, Ürümçi kelganda buzuldu deb. Ya biz kündüm ya tashkilotlar bilan koşturluk marifni yo'l qo'yib, bizning marifimizni vayron qilib atdi. Bizni xitoylashtirib deb biz vaqirab, qonimiz ichitilib avaramiyat namoyish qilib. Sen de uyda chumishini tutib o'tirib, bu koşturluk naqşı ijat qilib sen de namoz qilmasdan namoz qilsan. Vay oşo qari, gap qilmasam abaytın silimichi tayinliq etqanlari. Oşo qığa işin moşo deb etqanlari aran 3 nima deydi qandı? Jamoati bo'lmasa dab bilanlar. Ey, Miyada bir she'r yezib qo'ygan. Silvago qaranglar. Xonga yargan beshim to'xtab turing ha. Tozga yaramapti deb abaytiya qığa amgigim yarımidi ma she'rim bo'lsa bu yarab qala. Men yezishni go men yozdim. O'zingiz bir o'qib berqin ha. Mushi kelgan chiroyli No'rizdagi qiz xonimlar uchun mana. Men 50 yil bo'lgan hajazingni ko'rib bakmayasizlar. Nima deydi qandı? Demek. Ama bunundaki izip No'riz naqsh etaman deb qo'ymanglar. Ya, sizning bu ovozingizdan Tibetning yutib ketgan Qutuzning ovozi yaqinroq ekan. Buningki hargiz ovoz naqsh etaman deb, ma she'ringlarga qarab bakay. To'laga qilmay o'qing. Shundami? Uyg'ur qizi. Germaniyadagi Uyg'ur qiziga atab yozdinglarmi? Mush xonim qizoq atab yezib qo'ydim. Ha, bo'pti. Kunlik tulun aysan bo'ynimdagi Voy jinim to'xtam. 15 kunlik. Ya Allah. 15 günlük tulun aysen boynumdaki tumarım sen. Yürügümni köydürgen sumbul saçlı Uyg'ur kızı sen. Osmandaki hörperi sen, bağladaki bulbul sen. Meni mahliya kıldıgan xumar közlük Uyg'ur kızı eken. Nomoranglı göz yaraysa. Voy ahirsi? Ya bunu aldırmay o'qolab jironlar. Jironlar qo'saq ichib ketdi, men chumichin. Voy ras oshmi kuyib ketdi men. Bo'ladi xotam.